Ha, xotirama ketyapti. Achyaptimi qo'ling? Tuzukmisan? Ha, bo'ladi. Sani ham tuzuq joying qolmadi o'zi. Oyi, dada, sizlarga zo'r yangiligim bor. Oyijon, 120 ball. Nima u? Qizingiz bilimini sinab ko'rmoqchi edi. Qarang, yaxshi natija beribdi. Dada, imtihon topshirgandim, yuqori ball oldim. Endi tibbiyot oliygohiga talaba bo'lib kirsam bo'ladi. Xotin, bu vrach degani kami 6-8 yil o'qiydi. Qizingiz bilimi yaxshi. O'qiy qolsin. Dada, o'qiyman-ku, a? Buni uzatmaysanmi? Kelin qilmaysanmi? O'qishni bitirgandan keyin kunduz kuni ishlaydi, kechqurun navbatchilik qiladi. Qaysi erkak o'zini ayolni kechqurun ishlatadi? Kallangni ishlatsen-chi. Dadajon, birinchi o'qishimni bitirib olsamchi? Qizim, ani opangni uzatdik vaqtida. Baxtli yashayapti. Seni shuncha yil kim ushlab o'tiradi? Odamlar nima deydi? Dadasi. Yig'ishtiring. Vasila! O'tir kitob bor. Nima bo'ldi seni? Qayningiz bezda bo'libdi? Shu jigarda kasali bordi. Mencha jigar pres berib qoldi shekilli. Tekshiring. Qo'lingizni oling, ayol doktor chaqiring. Aka, navbatda men edim bugun uzr. Nima, katta shifoxonalarda ayol doktor yo'qmi? Yo'q-da aka. Bor gapni ko'paytirma. Ayol doktor top. Aka, o'zingiz bosib oling. Soat 2 da ayol doktor sizga qayerdan topaman hozir? Menga farqi yo'q. Ayol doktor topasan dedimmi, topasan. Nima? Ayolni ushlatib qo'yadigan erkaklarga o'xshayapmanmi? Aka, uzr, o'zingiz bosib oling. Men o'zimni ishimni qilyapman. Soat 2 da sizga hozir ayol doktorni hech kim olib kelib qo'ya olmaydi. Ana qizingiz bor ekan. O'qiting, kelib men bitta ishlasin. Menga qara. Senday meni oilamga burningni tiqib qo'ysan. Aka, o'zingiz bosib oling. Nimani qachon qilishni yaxshi bilaman. Tushundingmi? Menga ayol doktor chaqirdim senga. Aka, holatini ko'rmayapsizmi? Tekshirishimiz kerak. Qo'lingni tort. Ayol doktor chaqirdim senga. Menga ayol doktor chaqirdim senga. Dada, Hozir keladi. Zo'r ayol shifokor topdim. Ko'rdingmi bularni? Nimamish? Ayol doktor yo'qmish. Lekin qizim, ikkita gap bilan mixlab qo'ydim. oyi! Qaysi erkak o'zini ayolni kechqurun ishlatadi? Seni ishlatsin-chi. Odamlar nima deydi? Menga farqi yo'q. Ayol doktor topasan dedimmi, topasan. Nima? Ayolni ishlatib qo'yadigan erkaklarga o'xshayapman. Ayol doktor chaqirdim senga.